Aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva barchani yig'latdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva kuyovi Fathulla Mas'udov tufayli 2 marotaba saratondan omon qolgani haqida so'zlab berdi. Navo telekanaldagi Unutmoq osonmas ko'rsatuvining Fathulla Mas'udovga bag'ishlangan sonida marhum aktyor bilan bog'liq xotiralar yana bir bor jonlandi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva kuyovini xotirlab, hatto uni o'z farzandlaridan-da a'lo ko'rganligini aytib o'tdi. Hayotda har xil kunlar bo'ladi. Baxtli kunlarda ham insonlar ichida aytolmaydigan dardlari, kechinmalari yig'ilib qoladi. Odatdagiday bosh qahramonlarni teatr, kinolarda ijro etib yurgan kunlarning birida burnimning tepasidan kichik xolga o'xshash narsa chiqdi. Lutfulla akaga hindlarga o'xshab qolganligimni quvonib aytdim. Lutfulla aka tushunarkanlar. Darrov Fathullajonni chaqirib, ikkovlari gaplashishdi. Bir payt Fathulla hamma ishini tashlab, meni mashinasiga o'tkazib, onkologik shifoxonaga olib keldi. Nega bu yoqqa kelganimizni so'rasam, bir do'stim bor, shuni oldiga keldik, sizni tanishtirmoqchiman unga dedi. O'shanda burnimning tepasidagi xolni meni aldab-avrab olib tashlashdi. Bu paytlar endi 35 dan oshgan vaqtlarim edi. Oradan ozroq vaqt o'tib, yana shunga o'xshash voqea bo'ldi. O'zimning o'g'lim Sarvarbek ham hatto bilmasdi buni. Fathullajon keldi oldimga. Yana bir do'stim bor, sizni ko'rmoqchi ekan deb doktor yoniga olib bordi. Garchi soppa-sog' bo'lib yurgan bo'lsam-da, meni zudlik bilan operatsiya qilishlari kerak ekan. U yoqda serial boshlab qo'yilgan. Unda bosh qahramonman. Shularni aytsam, doktor, mayli, unda noqulay bo'lsa ham aytaman. Tezlik bilan farzandli bo'lishingiz kerak yoki zudlik bilan ko'kragingizni olib tashlaymiz dedi. Bu gaplarni turmush o'rtog'im ham bilmaydi hali. O'zim ham buni eshitib qotib qolganman. 19 yoshimda katta qizim Gulira Anoni, 20 yoshimda o'g'lim Sarvarjonni dunyoga keltirganman. Fathulla sabab bo'lib davolanib, 40 yoshda Muqaddasxonni qiyinchilik bilan dunyoga keltirganman. Agar o'sha paytda shifokorga olib borishmaganda, Fathullajon bo'lmaganida balki hozirgacha yashab yurgan bo'lmasmidim deydi aktrisa. Fathulla Mas'udovning kichik o'g'li Abdulloh otasi haqida gap ketar ekan, otam nafaqat san'atda balki hayotda ham o'zlari namuna bo'lib, yo'limni chizib berganlar dedi. Otam men uchun har tomonlama ideal inson edi. Ularni sog'ingan paytlarimda onam, oramizda eng baxtlisi sensan. Otang bilan birga yashagan bo'lsak-da, ular bilan sen ko'proq vaqt o'tkazgansan deydilar. Qayerga borsalar ham oldilarida doimo olib yurganlari uchun ham ular bilan ko'proq birga bo'lardik. O'zi san'at yo'lidan ketishim kerak bo'lmagan, organ tizimida ishlashga qiziqqanman. Otam esa oshpazlik sohasida turizm kollejiga o'qishga berganlar. Bu yo'nalishda qiziqishim bo'lmaganligi sababli o'qishimni madaniyat kollejiga ko'chirganman. Shundan keyin san'atga qiziqa boshlaganman. Otam bilan birga yurib juda ko'p saboqlar olganman deydi yosh aktyor Abdulloh Mas'udov. U ham bugun otasining izidan ketib turli xil serial hamda kinolarda suratga tushmoqda. Ijodkorlar oilasiga sabr tilaymiz hamda barchaga Allohdan yaxshi kunlar hamroh bo'lishini so'rab qolamiz.